Ha, o'ng tomonda kraskasi bor. Qolgan joyiga javob, ha, xudo xolasa. Motor, korobka hadeblar zo'r. Bu metandami, propandami? Metan. Metanda, ha? Shahar ichi qancha yuradi? Bilmayman. 100 talik gaz bilan shahar ichiga 200 dan ziyod yuradi, xudo xolasa. Teng bo'li mexanikada. Mexanika. Necha pul so'rayapsiz endi? Ma'lumotlarni berdingiz, endi narxini ayting. O'zidan narxi qiziq deydi-ku. Bilmayman. 130 deyapmiz-a? Yo'q, 130 emas, 120 ga bitadimi? 120. Necha pul qo'shay? Qo'shing. Ayting, necha pul qo'shay? Shuni qo'yamiz, sotilib ketsin aka. Jo'nini chiqarib savdo qilaylik. 25 ga. Qarang, 25 endi ammo aytmadingiz. Endi qimmat olgansizlar mashinani. Mashinani qimmat olasizlar, qimmat oldilaring degani, qimmat sotasizlar degani emas. Elga qarab ish tutish kerak. Aka 125 dan 1 million kam so'radim. 124 millionga ketdimi? Nomer ayting. 91lik, 91lik, 411, 411, 85, 85, 88. 95lik, 411, 91lik 85, 88. Generalni chiqadimi? chiqadi. Generalni chiqadi, ha? Mana ko'rib turibsizlar. Trekker, faqat mexanikasi, ana ekonom rejimda yuraman degan akalarga mana shu trekker tavsiya qilaman. Egalari nomerlari bilan qoldirdik. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun MBM bozorga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar.